Wow. Assalomu alaykum YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Yangilikni nomer 1lari birlari akalar Ganlan do'koni bo'lib turibdi hozirda birinchi o'rinda. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, turi bo'yicha ham akalar birinchi o'rinda turgan Ganlan do'koniga albatta kelib xarid qilaverasizlar, mana shu skuterlar kerak bo'lsa. Xullas kalom, Samadjon aka yangilikni zo'rini biz obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Tashqi ko'rinishiga qarab, ko'p obunachilarimiz do'konimizga tashrif buyurgan aka-ukalar benzinlimi deb aytishmoqda. Yo'q. Akalar, bu benzinli emas, lekin elektronining eng zo'ri baquvvat hisoblanadi akalar. Sababi motorlari juda ham zo'rdan qo'yilgan va balon razmerlari 90 ga 90 12 bo'ladi. Turpoqli loyli joylardan bemalol harakatlarni oladigan mana shunday yangi chiqqan M7 modelimiz. O'ziga vid beradigan va baquvvatligini mana bunday yonboshga yiqilgan holatlarda ham korpuslarini himoya qiladigan mana bunday dugalar bilan jihozlanib qo'yilgan akalar. Va akkumulyator 6 ta hisoblanadi. Bitta zaryad bilan 50-60 km/s bemalol bosib o'ta oladigan chempion modelimiz mana shu bo'ladi. Albatta o'zimizni brend ostida ishlab chiqarilgan va juda ham baquvvat qilib ishlangan M7 modelimiz. Narxlari super narxlarda bo'ladigan, narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Undan tashqari akalar tanishtirib o'tsak, bu hech qanday mana bunday bir qancha kalit, pul ko'tarishi shart emas. Yangilikni zo'ri bo'lgan start stoplar bilan o'rnatilgan akalar. Start stop mana bu yerda bossangiz yuradi va bossangiz o'chadi. Undan tashqari orqa tomon, old tomonga migalkali chiroqlar ustunovka qilingan va signallari Damas, Tiko, Matiz, Labo hammasi signal ortda qoldiradigan ikkitalik babab signallardan qo'yilgan. Oxirida chalib ko'rsatib o'tamiz. Va mana bunday o'ziga orqa tomonga bagajniklar o'rnatilgan. Bu bemalol 5 kilo 10 kilo yukni borib yuklab do'konga borib xarid qilib uyingizga kelishingiz mumkin. Buning ichida sizga qo'shib beriladigan, yomg'irdan himoya qiladigan kiyimchalari va o'zining shlemlarini qo'shib qo'yganmiz akalar. Sizga bular bonus sifatida qo'shib beriladi. Arqa oldi pavorotlar bilan jihozlangan va tormoz chiroqlar qo'yilgan. Arqa qanotlari esa plastmassali sinmaydigan qanotlar bilan jihozlangan. Mana bu dugalarga baho berib qo'yamiz. Mana bu yerda mana oyoq qo'ygichlari ikkitadan mana oyog'i kattalarga, mana bu oyog'i kichiklarga esa mana busi bor. Samadjon aka gap so'z yo'qmi aka? Dugalariga alohida baho. Amortizatorlari juda ham yumshoq va baquvvat qilib ishlangan eng sifatli skuterimiz M7 modellar bo'ladi. Narxini aytib o'tamiz akalar. Narxi hamma joyda $600, $650 deb jar solib maqtab turgan skuterda siz obunachilarimiz uchun $550 deb belgilab qo'ydik. Mana shunday modellar baquvvat skuterlar kerak bo'lsa, albatta Ganlan do'konimizga murojaat qilinglar. Yetkazib beramiz akalar. Albatta yetkazib berish kelishilgan holatda bo'ladi. Va pulni puliga uradigan akalar uchun, dastlabki qiladigan akalar uchun skuterni bombalarni olib kelib qo'yganmiz. Zapasli akkumulyatorlar bilan 150 km gacha yuradigan akkumulyator skuterlar olib qo'yganmiz. Albatta videoni ko'rishni davom eting. Obuna bo'lgansiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ana shu skuterlarni ham qo'yib boramiz. Hammalar sog' bo'lasizlar. Mana shunday sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, Ganlan do'koniga murojaat qilaverasizlar. Hammalar sog'